Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 14-qismlik darsimiz. Bu qismlik darsimizda biz yangi mazmunimiz, ya'ni shartli bayon. JavaScriptning qanday shartli bayon buni if statement deydi. If yani bir shart berdi. If statement, inglizcha if statement deydi. If statement nima deganda agar mushu JavaScriptda agar har bir bo'lak kod oldi, bir if qanday agar degan gap uyg'urchada. Mush if ishlatgan chaqda qanda bu bir bo'lak kod oldi. Undan keyin uning keyiniga else deydi. Unda bo'lmasa degan gap else ham bir bo'lak kod oldi. Agar ma'lum bir shart to'g'ri bo'lsa, shu kod ijro qildi. Agar shart xato bo'lsa, yana bir bo'lak kodni ijro qildi. Bu if statement, if else degan qanda JavaScriptning shartlik bayonotining bir qismi. O'xshamagan sharoitga asosan o'xshamagan harakatlarni ishlatishga bo'ldi. Masalan, oddiy misolga bersam, mana bu qatnashchilar qaranglar. Qizil chiroqni mangimiz, men qizil chiroq to'xtaymiz rosa. Qizil chiroq to'xtaymiz, yeşil chiroqda qanday qilamiz? Saqlaymiz. Nima? Seriq chiroq saqlaymiz, yeşil chiroqni mangimiz, shunaqmi? Mushni dal agar qizil bo'lsa, if light is red dedi. Agar chiroq qizil bo'lsa, to'xta. Agar seriq bo'lsa, then what dedi. Qanday qilsa dedi. Agar yeşil bo'lsa, undan keyin mangsa demoqchi. Mushu qanda dal if statement orqali bu intayin qo'lshalik bak yuqori bu if statementniki. If statement deydi inglizcha, uyg'urcha men dedim-ku. Shartlik bayonot yoki shartlik jumla deb. Buni men amaliy misol bilan ishlatib bersam, ya'ni Google'ning konsolini ochdik-ku, ilm nimani besib turib. O'ng tarafni besib, inspectni bassanglar mushu chiqadi. Bundan qanda konsolni ochamiz. Bundan ham if statement qarsanglar oddiy bir if statement olsam, masalan, mush traffic deyni, traffic. Uyg'urcha bo'lib qopti. Masalan, color. Variable color desanglar bo'ldi, o'xshash qop, biz alla burun o'ynab bo'ldik-ku. Bundan bek talab kuchli emas. Color qanday? Red. Shunaqa color red deb oldik. Colorni red deb bir qurib oldik rangni. Unda bo'lsa bir if statement qurma. If, ya'ni if yalang tirnoq ochamiz. Bu tirnoqning ichiga bir shart yozamiz. Shart. Condition yozamiz tirnoqning ichiga. If agar mana bo'lsa shu condition to'g'ri bo'lsa, bu shu bo'lak kodni ijro qildi, xato bo'lsa yana birisi ketadi. Masalan, color shunami? Color qanday bo'lsa, nimadan bo'lsa, red ga. Nima qilman? Green day. Green. Yeşillikdan bo'lsa, alert. Alert ne biz resmi o'rganmadik. Bu alert degan nimadan ogohlantirish tushdi. Pop up. Alert nima deymiz? Yeşil bo'lsa nima? Go. Mang shunami? Mang. Endi men balda bisit qoldim. Shift bilan bosdik asli. Yana bir kelaylik, ha. Mana ko'paytib bilib. Ma'nosi pastga tushmoqchi bo'lsak, mana. Hozir men pastga, hozir interni yozbasak bu minib ketadi. Execute oldi. Ijro qildi. Shu shiftni besib kompyuterga. Knopkasiga shiftni besib, undan keyin interni bassanglar, pastga tushadi. Yoki miyadan qanday? Past tushdi. Diqqat qilsanglar, ma conditionning ichini tirnoqnikining budir tirnoq ochamiz. Budir tirnoqqa mushun body oldi. Body, beden oldu. Hem de else shunaqa agar else. Agar if rang yeşil bo'lsa mangdo else qizil bo'lsa hozir men 3 xil bo'lgandan keyin 3 xilni qanday qilamiz? 2 xildan bo'lsa miyaga else tugaydi. Hozir 2 xildan ortiq bo'lgandan keyin else if else ishlatamiz. If else
condition nima? Color red o'sqanda shift ni besib turib pastga bassangiz tushida. Red o'sqanda alert stop. Bu bedenni yapımız, tırnak yapımız demekçi. Bedenle o'xshash qo'y. Shift besib turib pastga tushiramiz. Endi yeşil bo'lib qolsa-chi? Yeşil bo'lib qolsa, ya'ni color nima? Seriq bo'lib qolsa. Yellow bo'lib qolsa endi qanaqa bo'ldi? Alert if else wait to'xta demekçi. Qanda bu nimada yaptık. Tamamlanınki bir nimiz kaldı. Hem enter bassam qanday nimish oldu? Enterni bassam token on else to'xtanglar. Bu xato bo'lib qopti. Men ma'no almashtirib qo'yaptim. Mana if else emas, else if. Else if. Else if. Endi enterni bassak agahlan alert tushdi qanda stop. Chunki mana nima? Qizil bo'lg'achqa. Chunki ani dastlabda nima qilib oldik? Qizil qilib oldik. Shunga o'xshash. Boshqa misollar bersam, masalan. Agar masalan bir variable qo'yaylik, age yoshdan 18 shunami? 18 deb qurib olamizmi? Age mana o'chirib etmasak chiqdim besi ketibdi. Age 18 shunaqa. Agar age cho'ng yakdan 18 bo'lsa, shuni biz 18 deb qurib oldik-ku. Bo'lsa nima deymiz? You are adult. Sen bir cho'ng odam. Shift besib qanda pastga tushiramiz. Agar 18 uningdek boshqacha bo'lib qolsa, ya'ni 18 dan kichik degan gap-ku, boshqacha degan. Boshqacha bo'lib qolsa qanda shift besib bosamiz. You are a kid. Sen bir bala deb qo'yla. Mana shift besib turib mana. Bundan interni bassa qanday bo'ldi? Nima xat chiqdi? You are an adult degan chiqdi. Chunki age nima 18 bo'ldi. Agar age ni qanday biz 24 deb olgan bo'lsak chiqdi. 15 degan bo'lsak ma chiqdi. Demak, bu yer har xil bo'lak kod bor. Masalan, ma'ni qaysak, ma bir bo'lak kod. Ma'ni ichidagi ma condition ijro bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, ma'ni ijro qildi. Agar ma'ning shartning ichidagi ma to'g'ri bo'lsa, ma'ni ijro qildi. Ma'ni to'g'ri bo'lsa, ma'ni ijro qildi. Mushunga o'xshash aslidagi har bir bo'lak qaysi to'g'ri bo'lsa, shuni ijro qildi degan gap. Mana else if ni unutib qolmanglar, if else emas. Chunki men boshqa nim bilan aralashtirib qo'yapman. Qaymoq ketsizlar, bir qancha nimni ishlasanglar. Bugungi darsimiz shulargacha. Tushunmagan vaqt bo'lsa, aslo ingliz chekal qolsangiz bo'ldi. Rahmat.